Belishki partizanlari va biz. Avtori Akram Ilik. Yahudi partizanlari iz qo'g'lab kelgan German askarlariga pistirma qurib, birini asirga oladi. O'rmon ichidagi yoshirin bazasida Yahudi musofirlar qo'rqib, tizlanib qolgan yosh German askarini orqa oladi. Yahudi izdamtam, mana biz hammamiz Yahudi, mush tipiklar Yahudi. Musofirlar orasidagi eng o'qimishli ikkilan, biri o'qituvchi va biri muxbir. Bu askarni qutqizishga o'tadi. Bu askarning ayoli va ikki kichik bolasi bor ekan, deydi o'qituvchi. Mening muboddi mushlar o'ltiryapti deb vaqiraydi bir musofir. Bu askarni agar qo'yib bersang, u bizning o'rnimizni oshkorlamaslikka qasam qildi, deydi muxbir. U har qanday qasamni bera oladi, shuningga ishlamsan, deydi yana bir musofir. Oğlum 15 yaş idi, ko'zlari ko'pkik edi. U qani bir ayol askarni kaltaklaydi. Qani meni ufkam, yana bir ayol askarga isiladi. Çaresiz qolgan ikki ziyoli hech kim gapini yiranmaydigan, boyidan beri chetda untinsiz qarab turgan partizanlar boshlig'iga talmiradi. Boshliq gap qilmasdan o'rilib o'rmon ichiga kirib ketadi. Musofirlar German askarlariga tashlanadi. Ba'zilari qarayolmay beshini o'rib oladi. Bu 2008-yili Hollywoodda ishlangan qarshilik filmidagi bir ko'rinish. Asirlarni o'ldirish qonundimi, axloqdimi cheklangan bir qilmishdir. Shunga qahramonlarni mukammal axloq egasi qilib tasvirlab qiliplashgan Hollywoodning mundaq bir filmi meni sal hayron qoldirdi. Bu filmning tarixiy chinlik asosida ishlanganini bilatdim. Shunga filmda bunchalik tasvirlangan bir voqeaning kaynida yana qanday ishlar borligini bilgim kelib izlanib baqdim. Polshaning Novgorod rayoni 1939-yili sentyabrdagi German Sovet birlashma ishg'oli yetidan keyin Sovetga kesib berilib, Belorussiya Respublikasiga qo'shib etilgan. 1941-yili German armiyasi bu yerni ishg'ol qilgandan keyin yerlik Belarus va polaklarning aktiv moslashib berishi bilan Yahudilarga qarata cho'ng qirg'inchilik yurgizgan. O'ldirilgan Yahudilarning orasida tugmanchilik va ko'ktat savdosi bilan shug'ullanadigan 4 o'g'illik Beliski er-xotinmi bor bo'lib, cho'ng o'g'li Toviya Beliski urushdan ilgari Polsha armiyasida askar bo'lgan. Keyin atkazchilik bilan shug'ullanib, saqchilardan qochib yurgan bir jinoyatchi ekan. Shu yil 35 yoshga kirgan Toviya qorong'u bozordan qurol setib olib, ota-onasini o'ldirgan qo'rchoq Belarus saqchi boshlig'ini oilasi bo'yicha qirayotgandan keyin 3 inisini elib o'rmonga yoshiringan va boshqa 13 nafar Yahudi musofir bilan birlashib qurolli harakatini boshlagan. Shuning bilan bular Beliski partizanlari deb atalgan. O'zini qo'g'dab intiqom olishni maqsad qilib ish boshlagan bularga Yahudi musofirlarning qo'shilishi bilan yuki og'irlaydi. Shuning bilan Toviya qattiq tuzum va aniq ish taqsimoti o'rnatdi. Keyin yana yoshirinchi shaharga kirib, German Qo'rshovidagi Yahudilar mahallasida diniy o'lamalarning qarshiligini yengib turib, necha yuz Yahudini qutqizib o'rmonlikqa olib ketdi. Odam soni jiqlagan bilan ko'pincha ayollar va bolalar bo'lib, qurol tutib jang qila oladiganlari chekib ketdi. Shunga Toviya atrofidagi Sovet partizanlari bilan hamkorlik o'rnatdi. Ya'ni Sovet partizanlari bularni qurolli qo'g'dash bilan ta'minlaydi. Yahudi partizanlari ularni ochliq va boshqa lavozimatlar bilan ta'minlaydi. Yahudi ayollari Sovet partizanlariga kiyim tikadi. Yahudi hunarvanlari bo'lsa, buzilgan qurollarni remont qilib beradi. Toviya kino romanlarda ko'rib o'tgan qahramonlarimizdek mukammal personaj emas ekan. Diktator mijoz, qattiq qo'l va zolim ekan. Intizomga xiloflik qilganlarni qattiq jazolaydi ekan. O'rmonlikda Yahudi ayollarning muhabbatlashib, to'y qilishiga yo'l qo'yadi ekan, ammo balaliq bo'lishiga qat'iy ruxsat qilmaydi ekan. Ochliq yiqili chiqqanda bergili unmagan yerlik polak va Belarus dehqonlaridan bulab oladi ekan. Hatto ba'zilarini etib tashlaydi ekan. O'rmonlikdagi bu Yahudi jamiyatimi utopiya g'oyivi jamiyat emas ekan. Qurolliq jangchilar bilan boshqalarning imtiyozi va ta'minotida ko'rinarli farq bor ekan. Turlik ziddiyat va huquq talashish mavjud ekan. Rahbarlik huquq uchun hatto Toviya bilan inisi Zos o'zaro yuzdirani urishir ekan. Ba'zilar Toviyani lavozimatlarga xiyonat qildi deb Sovet partizanlariga arz qiladi ekan. Sovetliklarning tekshirishidan saq chiqqan Toviya masbiti barliq Yahudilarning oldida arz qo'g'uvchini 3 poy o'q bilan etib tashlaydi ekan. Toviyaning mundaq so'zi bor ekan: "Bir Yahudini qutqizish uchun 10 Germanni o'ldirishga tayyorman.
u germanlarga nihoyatda qattiq qo'lliq qilgan, yolg'iz germanlarla emas, yahudilarga ziyon solgan har qanday odamga rahim qilmagan. Bir Belarus dehqon o'zidan yordam so'rab kelgan ikki yahudi qizini germanlarga ma'lum qilib qo'ygani uchun Tuya bu dehqon oilasidan 12 odamni o'ldirib qisos olgan. Ammo rahimsizlik uning diplomatiya qobiliyatini tushab qo'ymagan. Sovet partizanlari necha qatim Beliskiy partizanlarini bevosita o'z qo'mondonligi ostiga qo'shilishga uringan. Yahudilarning mavjudligini qo'g'dashni o'ziga mezon qilgan Tuya bo'lsa, Sovetlarning harbiy planining qurboni bo'lmaslik uchun buni har amallar bilan rad qilgan. Shuning bilan bir vaqtda u yana Sovetlarning dushmani bo'lgan o'xshash bir o'rmonlikda yoshirin harakat qiladigan polak partizanlar bilanmi yaqin munosabat bog'lagan. Garchi ba'zida Sovetlarning zo'ri bilan polak partizanlarga qarshi harbiy harakatlarga qatnashsimi, ammo butun polak partizanlari germanlarga asirga tushganda germanlarga hujum qilib polaklarning qaytishiga yordamlashgan. Germanlarning izqo'lab tozalashi, jafoliq sharoit va murakkab munosabatlar ichida yahudilar o'rmonlikda bir yoqidan jang qilib, bir yoqidan emgak qilgan. Dehqonlari tugman qurib ochlik chiqargan. Dindorlari cherkov silib ibodatini uzmagan. Ziyolilari maktab qurib bolalarga fanni bilim o'rgatgan. Ayollar kiyim tikkan, hunarvanlar qurol yasagan. 2 yildan keyin, ya'ni 1943-yili Sovet Qizil armiyasi bu yerlarni ishg'ol qilganda 1236 yahudi o'rmonlikdan hayot beti yenib chiqqan. Bularning 70% ayollar va bolalar bo'lib, qurolliq jangchilari 160 tek bo'lgan. Shuningdan keyin Sovetlar bu partizanlarni tarqitib, o'ziga qo'shib olgan va Tubilarning urush mezgilidagi bulonchilik, qotillik qatorliq urush jinoyatlarini tekshirishga boshlagan. Tubiya va insi avval Polshaga qochib, ondan Amerikaga berib o'ltiraqlashib, yuk transport savdosi qilib beyib ketgan. 1987-yili Tubiya Nyu-Yorkda vafot bo'lgan. 1 yildan keyin Beliskiy partizanlarining avlodlari uning qabrisini Isroiliyaga ko'chirib, qahramonlar dafnisi bilan qaytadan yerlikka qo'ygan. Ta bugungacha Beliskiy jamiyatidan hech bir kishi Isroiliya davlati yoki Yahudilar jamiyatidan o'zlarining bu qahramonliklarini rasmiy e'tirof qilishini va yoki mukofotlashini talab qilib boqmagan. Hikoyani angladik. Endi bu yozmaning beshidagi ko'rinishga qaytaylik. Yahudilarning o'rmonda qo'rqqanidan g'alg'al titrab turgan, asirga tushgan german fuqarosini qiynab o'ldirishi xatomi? Xato. Janva ahdnomasi bo'yicha asirga tushganlarning hayoti va salomatligi kafolatga ega bo'lishi, jismoniy va ruhiy jihatdan xorlanmasligi kerak. Demak, qonun nuqtasidan bularning qilmishi xato. Axloq nuqtasidan-chi, taslim bo'lganni yoki o'zidan ojizni bo'zaq qilish hargizmi oqmaydigan gap. Demak, bularning qilmishi xato ekan degan xulosani chiqardik. Tugdi, shundaqmi? Va yoki bakrak tanqidiy tafakkur yurgizib boqqanlar bormi? Undaqda buni savollarga javob izlab boqaylik. Shu qonun va axloq mezonlarini kim tuzdi? Kuchliklar. Nimishqa tuzdi? Jamiyat tartibini va o'z manfaatini qo'g'dash uchun. Amsa shu qonun mezon va axloqlar bu yahudilarning bexatarligini qo'g'didimi? Javob berish tas bo'ldi. Shundaqmi? Endi 2 qadamlik savoldan birini so'ray. Ochlikdan o'lim girdoviga berib qolgan biridan topqanli narsani yemay, vitamin va kaloriyasiga diqqat qilgan asosda ilmiy oziqlanishni talab qilamsizlar? Agar uni qilolmasanglar, unda butun dunyoning sukuti ostida millat sifatida yo'qolish girdoviga berib qolgan qurol tutish u yoqda tursin. Faqat yahudi bo'lib tug'ilgani uchunla ota-onasi bolalarining vahshiylarcha o'ldirilishini ko'rib vahima kesili bo'lgan yolg'iz german dili emas, balki atrofdagi har bir qavmdan beparvolik, osiylik hatto dushmanlikni ko'rayotgan shu yahudilardan janva shartnomasi va boshqa o'ziga hech foyda yoki bexatarlik berolmagan qonun mezonlarga amal qilishni talab qilamsizlar? Savol yolg'iz bo'la emas. Tuyalarning o'z jinini saqlash va sovetlarning homiyligiga erishish uchun yerlik dehqonlardan ochliq bo'lishi to'g'rimi? 2 yahudining xuni uchun bir oiladan 12 odamni o'ldirish to'g'rimi? O'zi tuzgan qattiq tuzum bilan boshqalarni jazolashi to'g'rimi? Qarshi fikr berganlarni besishi, hatto o'ldirishi to'g'rimi? O'zini qo'g'digan sovetlarga aqida qilib qo'shilib ketmay, aksicha uning dushmani polaklar bilan aloqa bog'lab yurish to'g'rimi?
Jangchi Yahudilarni ishchi Yahudilardan ustun o'ringa qo'ygani to'g'rimi? Bekchiq savol. Ammo javobim yo'q. Shuni his qildimki, bu yerda o'lchamlik javob yo'q ekan. Faqat maydon qarishi, ya'ni manfaat masalasi mavjud ekan. Polaklar va Belaruslarning nazarida Tuviya va uning partizanlari faqat atkaschi jinoyatchi, din dushmani, Yahudi parazit, irqchi, qonxo'r bulangchi va qotildan iborat. Sovetlarning nazarida ular ishonchsiz, vafosiz, yugur yetimga selib, o'limga tutib beriladigan bir pechka, ishiltib bo'lganda bo'g'izlaydigan qurbonlik qo'ydir. Germanlarning nazarida bo'lsa, ular millionlagan qarindishi untin chiqarmasdan qo'ydek to'planib lagerlarga kirib, zaharli gaz zallarida yo'qab ketayotganida o'zini bilmay qop yuraklik bilan shilting etayotgan bir to'p pasandalardir. Cho'qim yo'qolish kerak bo'lgan nachar nasldir. Beliski partizanlari ichidagi qarshi turg'uvchilarning nazarida Tuviya bir diktator, zolim, hatto xiyonatchi bo'lsa, qo'llag'uvchilarining nazarida u bir qo'mondan, diplomat, qutqazg'uvchi. Avom Yahudi millatining nazarida bo'lsa, Tuviya va Beliski partizanlari haqiqiy millatparvarlar, taqdirini o'z qo'liga elishga petingan daston kabi azimatlar. Shug'inisi aniqki, o'xshash bir masalani ko'zitish nuqtasi o'zgarsa, erishadigan natijami o'zgaradi. Demak, qarash nuqtamiz bu dunyoni qandoq tonishimizni belgilaydi. Amasi o'xshamagan bu maydonlarning ichidan to'g'ri maydonni qandoq tanlash kerak? Ya'ni Tuviyaga qaytayli. Uning atkaschilik qilib qochib yurgan qochqon ekanligi esinglarda bo'lsa kerak. Uning qimmat qarashida Polshadagi avom xalq rivoya qilayotgan chegara va tamojna qonundan o'zi erisha oladigan iqtisodiy unum yuqori turgan. Buningda Polshadagi Yahudi o'chmanligi qanchalik rol o'ynaganini bilmayman. Ammo bir nuqta aniq. Yana Tuviya o'ziga nima kerakligini, mundaqcha aytganda nishonini aniq bilgan va shu nishonga yetish uchun kishilar ko'ngan va rioya qilib kelgan ramkalarni buzib ilgirlagan. Agar bularni anglab yetib meni uning jinoyatini qo'llaydigan deb o'ylasanglar, bu yozma mag'lub bo'lgan bo'ladi. Shunga davomini anglamasanglarmi bo'ladi. Uning bu qimmat qarashi keyingi partizanlik hayotidami ro'shan gavdalanadi. Masalan, o'ziga qarshi fikrlarni anglamaydi, hatto bostiradi. Urush azobini o'xshash tortayotgan dehqonlardan ochlig'ini bulab oladi. Yahudilarga ziyonkashlik qilganlardan hassilab qonliq intiqom olishi orqali qarshi tarafga vahima paydo qiladi. O'zi bilan kelishim tuzib beshini silagan Sovet partizanlariga mutlaq bo'ysunmaydi. Hatto ularning dushmani bilan aloqa bog'laydi. Yahudilarni o'ltirgan Belaruslarning qorong'u bozoridan qurol topadi. Ondan bu qurol orqali qisos oladi. Qisqasi, axloqliq, xulqi yumshoq odamlar rioya qiladigan hamma qoida va ramkalarni digidek buzadi. Nemishqa? Chunki uning nishoni aniq. U bo'lsa-mu, o'zi boshliq mushu Yahudilarni o'rmonlikdan tirik ib chiqish. Bu maqsadga yetish uchun u vosita tanlamaydi. Ishning xarakteriga emas, faqat unumiga qaraydi. Chunki u biladi, Yahudilar millat sifatida yo'qolish girdoviga kelib qolgan. Butun dunyo bo'lsa, bu yo'qolishga yo qarab turgan, yo has qo'shayotgan bir holatda bularga ishkillangudek, nom sharifini o'ylashgudek fursat qolmadi. Har amal bilan ilgirlashdan boshqa amal yo'q. Chunki to'xtasili ham bo'ladi. Amasi bu yozmam orqali nima demoqchiman? Ro'yi holatimizda bir xil balalarcha gudaklik bor. Ya'ni dunyodagi qonunlardan to'liq xabardor bo'lib unumli foydalana olsaqlar, internetda bo'lamdi, real turmushda bo'lamdi, bechorligimizni ifodalash bilan bir vaqtda boshqalarning nazari yoki o'lchimida yomon hisoblanadigan ishlarga yaqin kelmasaklar, zo'ravonlik otilib qoladigan har qanday ishdan bek yiroq bo'lsaqlar, taqvo musulmon bo'lsak yoki sodiq turanchi bo'lsak va yoki dindan yiroq tursak va yoki inson haqlaridan boshqa talabni qilmasaqlar, ish qilib qalbni titritib umchib turgan xulqi yumshoq bir bechora bo'lsaqlar, dunyo bizga ega chiqadi deb qaraydiganlar oramizda zo'r salmoqni egallamoqda. Bundaqlarning bir qismi rostilla soddalarcha shunga ishonsa, yana bir qismi amaliyot shu orqali o'ziga ish qilmaslik uchun tasalli va bahona topadi. Shu fursatlarni kutib, o'g'lini va yoki navrisini atab qo'yadi. Ularning xiyolicha bu dunyoda eskilar oz, yaxshilar ko'p bo'ladi. Yaxshi odamlar hamon bizga yordam qiladi. Mening qarashim bo'lsa sal farqli. Bu dunyoda eskilar haqiqatan oz, ammo yaxshilarmi oz. Amasa nima ko'p? Dötlar ko'p. Bu dötlar doim shu eskilarning quroliga aylanadi. Chunki yaxshilarning muddaosi nishoni har vaqt eskilardan ojiz keladi.
Yana kelib yaxshi yomonning aniq o'lchimi yo'q, nisbiy bo'ladi. Shunga yaxshi tuyulgan narsa dushmaningga yomon tuyulishi mumkin. Xuddi menga qotil tuyulgan Xitoy askari ularning o'zlariga botir bo'lganidek. Beliski partizanlari faqat birla misol. Amaliyotda har qanday inqilob qonliq bo'ladi. Mujmal keladi, odam yeydi. U oq, qora deb aniq ayrilmaydi. Asosan kulrang keladi. Uni sana oq yoki qora ko'ztidigini faqat sening tutgan maydoningdir xolos. Biz faqat kino, roman va boshqa tashviqotlardagi g'olib tarafning qo'lidan chiqqan g'oyaviy romantik inqilobni ko'ramiz va shuningga ishonamiz. Bir qism o'qimishlilarimiz zo'ravonsiz qarshi harakatlari va Hindistonlik Gandi bilan Amerikalik Martin Luther Kingni og'zidan tushirmaydi. Ham bizmi mushu yo'lni tutsak cho'qim yengadiganimizga ishonadi. Ammo ular Gandining tinish qarshilik ko'zitish harakati jarayonida cho'ng kichik 16 qitim qo'zg'alan bo'lganini Angliyaning kushandisi Yaponiya tarafidan qurollantirilgan ultra hindi millatchisi Netaji Bose qo'mondonligidagi Ozod Hindiston armiyasi sababidan Hindiston xalqi orasida uyg'ongan milliy davlat yangining oxiri Angliyaga o'z hukmronligining oxirlashganligini his qildirganini bilmaydi. Gandining mustaqilligimiz har bir Hindistonlikning tirishchanligining natijasidir. Mayli o zo'rliq usulda bo'lsin yoki tinchlik usulda bo'lsin deganini bilmaydi. Ular Martin Luther Kingning saqchilarning tayiqiga qarshi qilmaslik orqali avom aqtalliklarning hissdoshligiga erishimiz degan strategiyasidan umidsizlangan qora tanlik oliy maktab o'quvchilari qurib chiqqan radikal zo'ravon usullar orqali qora tanliklarning haq-huquqini qo'g'dashni maqsad qilgan qora quvvat harakatini bilmaydi. Kingning qora quvvatni hech qachon ayblamaganini, chetga qoqmaganini, hatto ularni oqlig'ini bilmaydi. Qora tanliklar ikkinchi cho'ng nufus bo'lgan, hamma odamning qurol saqlash huquqi bo'lgan Amerikada paydo bo'lgan bundaq bir radikal harakatning Amerika hukumati va avom oq tanliklarda yo'l qo'yish va kim bilan suhbatlashish to'g'riliq qayta o'ylanish paydo qilganini bilmaydi. Qisqasi, ularning nazarida dunyo yanada oddiy holda oq va qora deb ikkiga ayrilig'liq. Ammasi men Gandi va Kingning harakatini inkor qilmoqchimi? Yo'q. İnqilobning har xil yuzi bo'ladi. Hammasining o'z roli bo'ladi. Xitoyning bir aqidasi bor. İnsonni ko'rsang insoncha so'zla, jinni ko'rsang jincha deydigan. Shuni qilishimiz kerak. Davo sepidagi aktiv bir ini og'inamning buni so'zini yoqtiraman. Davo yo'lida hamma tuxumni bir sevatga silib ko'tarmasligimiz kerak. Hozirgi holatimizda biz har yerda har xil tuxumni o'xshamagan sevatda ko'tarib mengaliq. Bu foydali tarafi. Ammo bizda kam bo'layotgani billi mengib shu tuxumlarni bir manzilga yetkazish. Xuddi Gandi bilan Kingning Netaji bilan qora quvvatni dushman tutib chetga qoqmaganidek. Davo sepimizda nurg'un talashlar bo'layotdi. Bir-birimizni dushman tutib, hatto xoin va jasusqimi chiqaramiz. Agar qo'limizni salqin tutib o'ylab baqsak, ulardagi ziddiyat asosan fikr ixtilofi. Hammasi o'zini vatan millat uchun foydali ish qilyapman, eng to'g'ri yo'lni tutyapman deb o'ylaydi. Xayr, sevatni qo'shmaydi. Ammo futlashmay billa mansaqmi bo'lmamdi? Oxirda yanala heliqi o'rmonlikqa, Belsigalarning yeniga qaytayli. Men u o'rmonni mushu dunyo deb o'ylayman. O'rmonda yo'lvos bor, iyiq bor, tulka, yilon, qo'shqon, chumolimi bor. Bizmi ham bor. Bu yerda birla qonun bor, ya'ni o'rmon qonuni. Aniqroq aytganda, qanday qilib yem bo'lmaslik va qanday qilib boshqalarni yeyishli bor. Bizga heliqi germanlarga cheksiz g'azabga to'lgan Beliski partizanlardek odamlar kerak. Payti kelganda ularga aql ko'rsatadigan, nasihat bilan to'sadigan ziyolilarmi kerak. Kimga qarab qanday o'ynashni, ya'ni o'rmon qonunini biladigan tavbilar ham kerak. Shundala, ondan bu o'rmondan hayot chiqa olamiz.